ketishda Husiylar Bob al-Mandab bo'g'ozini ham yopib qo'ysa nima bo'ladi deb so'radi. Qizil dengizga kiraverish. Bu boyagi gap. Hamma ko'zirlar bizning qo'limizda degan gap. O'shan teskarisi. Hozir hamma ko'zirlar Eron tarafda. Tramp xuddi o'zini zaif tomonlarini ko'rsatgandaydi. Mana bitta ko'zir. Mana bu yoqda bitta ko'zir. Husiylar mana bu yoqda yopadigan bo'lsa, bo'ldi, tamom pishdi hammasi, Yevropasi ham, boshqasi ham. Degan savol, AQSh shu darajada kuchsizmi? Ya'ni mana shu Erondan bitta Hormuzni oshtira olmayapti. Ardujaga o'zi qudrat-ku AQSh hozir ham qudrat, ya'ni umuman olganimizda bu voqealardan keyin uni butunlay kuchsiz ekan degan fikrga ham bormasligimiz kerak. Bu yerda boshqacharoq qilib aytamiz. AQSh o'zining mana shu katta qudratiga juda ham katta baho berib yordi. Ya'ni katta qudratning xavflilik jihati shundan iboratki, o'sha katta qudrat deylik 1 santimetr yoki 3 santimetr noto'g'ri qo'llaniladigan bo'lsa tortib ketadi-da o'zini. Ya'ni bu shunaqa boyagi suv sepilgan loy do'nglikda yurgandayda bu. Bu tushunchani men qo'llamaganman. Buni Darun Ajimoğlu bilan James Robinson nimada qo'llaydi? Tor koridor asarida qo'llaydi. Mana qishloqdagilar, bizlar ham qishloqda o'sganmiz. O'sha nimalarda, dalalarda agat tortiladi deydi. Nima deydi Toshkentda Ardujaga? Nima tortiladi deydi-ku? Ariq tortiladi-ku, shuni ustiga suv sepib yurib ko'rsangiz juda ham xavfli-da. Ikkita olim aytadiki, xuddi shunaqa yurishga o'xshatadi. Ya'ni qudrat juda katta bo'lgan paytda kichkinagina xato ham tortib ketadi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari shuning uchun jahli chiqyapti. O'zi Eronga hujum qilgani uchun jahli chiqayotgani yo'q. Ya'ni boshqacharoq hujum qilish kerak edi, deyapti-da atrofidagilar ham. Ular insonparvar emas Eronga nisbatan, yonidagi bugun urushga qarshi bo'layotganlar. Faqat mana shu qudratni ahmoqona bir yo'llar bilan ishlatayotganligi uchun bugun harbiylar ham norozi, siyosatchilar ham norozi va oxir-oqibat o'ziga ovoz berganlar ham, Respublika partiyasiga ovoz berganlar ham norozi bo'layotganligini ko'ryapmiz. Hamdagi savol beryaptilar. Agar Yevropa subyekt bo'lganida, haqiqiy subyekt bo'lganda, AQShga bog'liq bo'lmaganda, Isroilning bu qilayotgan ishlariga munosabati boshqacha bo'larmidi deb so'rashdi. Isroilning liberal proyektligini inobatga oladigan bo'lsak, katta farq qilmasdi. Tushunadi. Hamid aka, Eron xalqining siyosiy savodxonligi yuqori deyshadi. Hozirda ularning o'z vatanini qattiq himoya qilishiga bu ham bir sababmi? Ular vaziyatni ongli baholagan holda qo'riqlayaptimi o'z vatanini deb so'rashyapti. Eronning hozirgi rejimi revolyutsion rejim ekan. Eron 1979-yildan keyin o'sha revolyutsiyalar ham, ko'cha chiqishlar ham, mitinglar ham Eron siyosiy tirikligining bir qismi ekanligini unutmay kelishdi. Ya'ni mitinglar bo'lmaguncha biz tirik qola olmaymiz va Eron imkonlimi? Umuman mitingni to'xtatib tashlashga imkonli edi. Basij deysizmi, muhofizlar deysizmi, bular juda ham katta kuch edi, lekin Eron davlatchiligi otalari desak bo'ladi. Mana shu mitinglar xalqning o'zining siyosiy irodasini ko'chaga chiqarib o'zining hokimiyatiga qanchalik ta'sir ko'rsatishi ularni siyosiy sog'lom holatda ushlab turishini ham tushungan. Va aynan mana shu siyosiy sog'lomlik bugun tashqi agressiyada hokimiyat atrofida birlashishga imkon beryapti. Mana bu umuman hamma hukumatlarga bir qandaydir nima sifatida ko'rish mumkin. Ko'chaga chiqib o'rgangan xalqgina davlatini himoya qilib ko'chaga chiqishi mumkin ekanda, o'shaga davlatiga ham nima bo'lgan paytda. Zotan Eron xalqiga siyosiy qarorlarni qabul qilishda ishtirok etishga imkon bergan, bizga qanchalik buni boshqacha qilib ko'rsatishmasin. Rahmat. Amerikaning shu ketishida Yevropa va Rossiya oxir ittifoqqa aylanib ketishi mumkin deb so'rashdi. Yo'q, Yevropa va Rossiya ittifoqqa aylanmaydi, chunki Yevropa umuman agar siyosatchilarning, turli xil maktab siyosatchilarining Rossiyaga nisbatan munosabatini oladigan bo'lsak, Rossiyaga
uning katta qismiga, hattoki uning siyosiy tafakkuriga o'sha nima sifatida qarashadi. Ya'ni g'arbning tafakkuri emas, balki o'sha chingiziylar tafakkuri ko'proq ta'sir qilgan bir davlat sifatida qarashadi. Shuning uchun Eronning, umuman Rossiyaning nima bilan qo'shilib ketishi juda ham kutilmagan, ya'ni men bunday demagan bo'lardim. Lekin bu yerda eng zaif qatlam bu Yevropa bo'ladi. Ya'ni uchtasini oladigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa va Rossiyani oladigan bo'lsak, zaifi bu Yevropa bo'ladi. Rahmat Hamid aka. Keyingi savol. Hamid aka, sizga salom bergan shunday. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Bu urushdan neft va qurol mafiyasi manfaatimi ketyapti bu urushda deb so'rash. Ya'ni mafiya deymizmi yoki bo'lmasa turli xil qurol ishlab chiqarish bilan kecha o'sha nimaga borganda ham Mudofaa vazirligiga borganda ham shu yerdagi mutaxassislar aytildiki, juda ham harbiy sanoat va uni nima qilish bilan bog'liq, oldi sottisi bilan bog'liq savdo jarayonlari karrasiga ko'payib ketgan degan fikrni aytdi-da. Ya'ni bu yerda nafaqat bu nimalar, ya'ni jinoiy olam vakillari turli xil qurollarni sotadigan, balki butun davlatlarda, butun dunyodagi davlatlarda qurol ishlab chiqarish va uni sotish ko'lami sezilarli darajada kengayib ketgan. Chunki urushlar davriga kirib kelyapmiz. Afsuski, yashashimiz kerak, baribir yashab o'tishimiz kerak bu davrni ham. Hamid aka, Tramp Amerika Qo'shma Shtatlarining Gorbachevimi? Yo'q, Gorbachev desak noto'g'ri bo'lar, chunki Gorbachevning shaxsiyati nuqtai nazaridan ham balkim kimdir o'xshatayotgandir. Shaxsiyati nuqtai nazaridan ham va Amerikaning qudrati va o'sha paytdagi SSRning qudrati nuqtai nazaridan ham SSRning ahvoli ko'proq yomon bo'lgan. Aynan, albatta, juda yomon. Juda yomon bo'lgan, default darajasiga kelib qolgan edi. Shuning uchun bilmadim, men uncha o'xshata olmadim bu ikkita shaxsni. Rahmat, hurmatli kuzatuvchilar, yana ikkita savol olamiz. Hamid akani ko'p qiynab qo'ymasligimiz kerak. Hamid aka, Eronni teokratik davlat deb bo'lmaydi deb eshitdim shu haqda. Buni chuqur muhokama qiladigan bo'lsak, Eron nima bu? Xo'p. Mana bundoq bo'lsa respublika. Mana prezidenti bor, parlamenti bor. Ikkinchi tomondan teokratik deyiladi, xuddi Vatikanga o'xshab. Vatikan o'zi teokratiya emas-da, Vatikan bu o'sha ruhoniylar boshqaradi-da buni. Ya'ni ruhoniylar boshqargan paytda buni to'liq teokratiya deyilmaydi. Nega? Ruhoniylar yo'q, o'zi umuman nima borda, iyerarxiya borda bularda ham. Ruhoniylarda iyerarxiya bor. U teokratiya sal boshqacharoq bo'ladi. Dunyoda unda teokratiya yo'q, sof holda. Sof holda teokratiya yo'q. Abbo, kerak payti o'zi esingga tushmaydi. Nima bor edi? Buning o'zi terminologiyasi bor edi. Eronni nima uchun teokratiya deymiz? Chunki konstitutsiyasi Qur'oni Karim doirasida qabul qilingan. Ya'ni Eron nima uchun ko'pincha men teokratiya deb atayman? Ularda davlatni tashkil qilish qonunlari insonlar o'ylab topgan qonunlarga emas, ilohiy qonunga asoslantirishgan. Qur'oni Karimga, Eron konstitutsiyasi Qur'oni Karimning oyatlari bilan boshlanadi. Birinchi so'zi Qur'oni Karimning oyatlaridan boshlanadi va Eron konstitutsiyasida hokimiyat Allohga tegishli deydi. Shundan kelib chiqib uni teokratiya. Shundan kelib chiqib hokimiyat Allohga tegishlimi deyotgan ekan, demak uni asosiy siyosiy subyekt sifatida, Allohning asosiy siyosiy subyekt sifatida tan olayotganligi nuqtai nazardan, lekin ichidagi nimani ko'radigan bo'lsak, konstruktni ko'radigan bo'lsak, hokimiyat konstruktini ko'radigan bo'lsak, teokratiya emas. Rahmat Hamid aka. Hamid aka, balki bu fantaziyadir, lekin Amerika Eronni bosib olsa nima o'zgaradi? Iqtisod, neftlarga, barcha narsaga qanchalik o'zgarishlar bo'ladi va NATOdan qasos oladimi va hokazo? Fantaziyadir deb men. Eng katta muammo ham shu yerda, ya'ni Eronni bosib olish degani bu juda ham katta turli xil muammolarning to'lqini deganida. 92 millionlik Eron bu juda ham qaltis hudud. Juda ham qaltis hudud. Ya'ni bosib oldi degani bu bir necha 10 yillarga u yerda turli xil muammolar vujudga keldi degani. Shuning eng kichkinasi nima bilan bog'liq? Migratsiya, ya'ni qochqinlar bilan bog'liq masalalar, muammolar